بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الجزء الأول، الدرس 18. Arab tili darslikka birinchi qism 18-dars. Insoflar, darsimizni boshlashdan ilgari darsimizdagi muhim nuqtaliq grammatikani so'zlab olaylik. Bugungi darsda asosiy 3 mazmunda nuqtaliq grammatik so'zlaymiz. Birinchisi, arab tilidagi kamning ishlatilinishi. Arab tilidagi kamning ishlatilinishi. Ikkinchisi, xabar jar majrurluq, ya'ni shibhi jumla deymiz. Oldi qo'shilg'uchi va oldi qo'shilung'uchi, ya'ni biz so'zlab o'tgan 17 dona zir qildigan harflar bor emasmi? Min, ila, lam, ala degandek. Ashta harflar kirib qolgan shibhi jumla bo'lib qolgan vaqtida va jumlaning oldida kelib qolsa, ega nekir keladi. Lekin bu jumlada ba degandek ma'noda tarjima qilamiz bu. Uchinchisi, narsalarning ikkilik shakli. Ya'ni ega ikkilik holatda kelsa, xabarmi mos qadamda ikkilik o'zgaradi. Hamda ikkilik shaklda kelishni ismlarning bo'lib qolsa, oxiriga alif bilan nun qo'yiladi. Pillarning bo'lib qolsa, pil turlashni biz ayrim so'zlaymiz emasmi? Masalan, har bir pil mos qadamda birlik, ikkilik, ko'plik shaklda turlanadi. Shu buncha qilsak bo'ladi. Hamda kamga kelsak, arab tilidagi kam ikkiga bo'linadi. Kam istifhomiya, kam xabariya deb. Ham kam istifhomiya degani jumladagi so'roqni bildiradigan kam, ya'ni qancha, necha degandek ma'nolarda. Kam xabariya degani intayin ko'p degandek ma'no. Ammo biz bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz kam istifhomiya. Shunga kam xabariya to'g'riq so'zlamaymiz bugun. Kam istifhomiya jumlaning beshida kelib, kamdan keyin kelgan kamning farqlantiruvchisi. Masalan, kam deganning o'zi necha bo'lgandan keyin biz odatda jumla ishlatishda necha deb ishlamaymiz-da. Masalan, necha qalam, necha odam, necha kitob, necha pul degandek ishlatamiz, shundaymi? Unda bo'lgandan keyin ashning keyindagi necha odam, necha qalam, necha daftar, necha kitob, necha pul degandek shu keyindagi kamning nimaning qanchaligidan so'moqni ifodalamoqchi bo'lgan tamyiz deymiz. Farqlantiruvchisi birlik zavar holatda keladi. Masalan, qancha qalam demoqchi bo'lsak, kam qalaman. Qancha daftar demoqchi bo'lsak, kam daftaran, ya'ni birlik zavar, kam daftaran. Qancha kitob demoqchi bo'lsak, kam kitaban. Qancha o'quvchi demoqchi bo'lsak, kam taliban. Qancha qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, kam talibatan degan shaklda ishlatiladi. Masalan, buni har xil shaklda ishlatib boqaylik. Sizda qancha qalam bor? Kam qalaman indak. Sizning qancha o'g'il qarindishingiz bor? Kam axanlak. Sizning qancha qiz qarindishingiz bor? Kam o'qtanlak. Ko'chada qancha mashina bor? Kam sayyaratan fi shari'. Degandek shakllarda jumla tuziladi. Ya'ni kamdan keyin biz uning nechiligini so'moqchi bo'lgan tamyiz, ya'ni farqlantiruvchi birlik zavar holati keladi. Biz nimadan so'moqchi bo'lsak, shuning birlik zavar holatini kelsak bo'laveradi. Bu birinchi mazmun. Ikkinchi mazmun, ega xabar odatda biz burun o'rgangan darslarda ega oldida xabar keyinda keladi. Undan keyin ega ini qoladi, ma'rifa. Xabar nekir bo'lib keladi. Endi bugungi darsimizda xabar oldida ega keyinida kelgan misolni ko'ramiz. Bu qanday vaqtda mushtaq bo'ladi desa, xabar harfi jar bilan birikkan shibhi jumla, ya'ni jar majrurluq shibhi jumla, ya'ni oldiga harfi jar fi, min, ala, lam degandek arab tilidagi 17 xil harf jar va 17 xil harf jarning qaysi birisi kelib shu harf jar bilan birikkan jar majrurluq, ya'ni shibhi jumla bo'lib qolgan vaqtida, masalan, deb baqayli sinfda, fil fasli degan vaqtida xabar oldida kelib, buning egisi keynida iniqsiz holatda keladi. Masalan, sinfda 2 o'quvchi bor. Fil fasli taliban. Menda 5 yuan bor. Indi 5 yuan. Indi 5 yuan. Lekin kitobda 3 ders bor. Masalan, fil kitab 3 durus. Fil kitab 3 durus degandek. Aniga uyning 2 ochqichi bor. Lil beyti miftahani degan shaklda xabar oldida ega keynida keladi. Bunda vaqtda ko'pincha vaqtda
ning yoki bar deb tarjima qilamiz. Ning yoki bar degan shaklda tarjima qilsak bo'ladi. Shu nuqtani bugungi darsning tekstlaridan bakroq gavdalantirib olsak bo'ladi. 3-masala, 3-so'zlamoqchi bo'lgan nuqta ikkilik ismlar to'g'risida. Ya'ni odatda iga qanday qilib kelsa, xabarmi shu bo'yicha mas qadam. Masalan, iga birlik bo'lib qolsa, xabar birlik, iga ikkilik bo'lib qolsa, xabar ikkilik, iga ko'plik bo'lib kelsa, xabar ko'plik, iga erlik bo'lsa, xabar erlik, iga ayollik bo'lsa, xabar ayollik. Ya'ni iga odatda jansiz aqlsiz narsalar bo'lib qolmasa, mas qadamda kelaveradi. Endi mush asosda iga ikkilik bo'lsa, xabarmi nech keladi? Ikkilik holatda keladi. Mush nuqtalarni biz tekstdan bir gavdalik ifodalab boqaylik. Tekstni boshlashdan ilgari biz avval yangi so'zliklarni bir o'qib tushunib yetib ketaylik. Al-kalimatul jadida. Kam. Al-ayd. Al-ajala. Ajalat. Al-hayy. Ahya'un. Ar-riyalu. Riyalatun. Ar-rak'atu. Rak'atun. Al-mistaratu. Masatiru. Kam. Qancha. Al-ayd hayit bayram degan ma'noda. Ajala choq. Ajalat ko'plikka. Al-hayy mahalla. Odatda burunqi kitoblarda kelib qolsa, yoki burunqi ishlar ishlatilib qolsa qabila degan ma'noda. Ahya buning ko'plikka. Riyal riyolat ko'plikka. Ar-rak'a rakat, ya'ni namozlardagi bir rakat, ikki rakat, ikki rakat. Rak'at buning ko'pligi. Al-misqara sizg'uch. Masatir buning ko'pligi. So'zliklarni o'zlashtirib bo'lgandan keyin tekst kelaylik. الدرس 18 كم أختا لك يا محمد؟ لي أخ واحد. وكم أختا لك؟ لي أختان. كم عجلة للدراجة يا حامد؟ لها عجلتان. كم عيدا في السنة يا زكريا؟ في السنة عيدان، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. يا إبراهيم أبوك تاجر كبير، كم سيارة عنده؟ عنده سيارتان كبيرتان وسيارتان صغيرتان. كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل؟ فيها نافذتان. لمن هذه الدفتران؟ هما لي. لمن هاتان المسطرتان؟ هما لي. كم أخا لك يا محمد؟ محمد sizning qancha o'g'il bir tuqqaningiz bor? O'shada kam qanchani ifodaladi? Axan kamning tamyizini farqlantiruvchisi birlik holatda zivar o'qilgan holda keldi. Li axun vahid, mening bir o'g'il bir tuqqanim bor. Mush jumlada li xabar, buni shibhi jumla deymiz, jar majrurlik shibhi jumla deymiz. Axun vahid nekira, ya'ni sifat bilan qo'shilib ega bo'ladi. Li xabar axun vahid ega keynida xabar oldida kelgan jumla. Bunda jumla kelib qolsa bar degan ma'noni qo'shib qo'yamiz. Va kam uxtanlik, sizning qancha qiz bir tuqqaningiz bor? Li uxtan, mening ikki qiz bir tuqqanim bor. Yuqoridagiga o'xshash. Li xabar uxtan ega. Kam ajalatan lid-darraja ya Hamid? Hamid velosipedning qancha chaqi bor? Laha ajalatan, uning ikki chaqi bor. Laha xabari ajalatan egisi. Kam ajalataniki ajalatan, kamninki tamyizi, farqlantiruvchisi. Kam aydan fi sanati ya Zakariya? Zakariya bir yilda qancha hayit bor? Aydan kamninki tamyizi. Fi sanati aydan bir yilda ikki hayit bor. Ya'niki fi sana xabar aydan egisi bo'ladi. Huma aydul fitr va aydul adha. U ro'za hayit va qurban hayit. Endi ma mishakagacha qarab baqsaq uxtan ikkilik, uxtan alif bilan nun. Lekin ajalatan so'zning oxiriga alif nun qo'shilishi orqali ikkilikka aylantiriladi. Fi sanati aydan aytning oxiriga alif bilan nun qo'shilishi orqali ikkilikka aylantiriladi. Mush nuqtaga diqqat qilaylik. Ya Ibrohim abuka tajrun kabir, kam sayaratan aynda? Ibrohim dadingiz cho'ng savdogar ekan. Kam sayaratan aynda?
Onun qancha mashinasi bor? Uningda qancha mashina bor? Sayyaratan kamninki tamizi. Indahu sayyaratan kabiratan va sayyaratan saghiratan. Uning ikki cho'ng mashinasi va ikki kichik mashinasi bor. Indahu xabar keyingilarning hammasi vo'g'icha ega bo'ladi. Vo'din keyingisi vo atbi harf bilan keyindagi sayratan sayratan kabiratan atbi qilinib, umu ega hisoblanadi. Ham sayratan ikkilik alif nun bilan mas qadamda suftumu alif nun bilan ikkilikka aylantiriladi. Sayratan shu asosda. Kam nafizatan fi ghurfatika Ismoil yotiqingizda qancha dariza bor? Nafiza. Kamninki tamizi birlik zar o'qilib keldi. Fiha nafizatan yotiqimda ikki dariza bor. Fiha xabar nafizatan egizi nafizatan ikkilik. Yani alif bilan nun orqali ikkilik qilindi. Liman hadhihi daftaran. Bu ikki daftar kimninki? Humali, u ikkisi meninki. Liman hatanis mistaratan. Bu ikki sizg'uch kimninki? Humali, u ikkisi meninki. Musha qirg'an vaqtda agar bayatdanqidek shibhi jumla, jar majrurlik jumla oldida kelib xabar iga nekirib keyin kelib qolsa bar deb tarjima qilgan bilan agar iga ini qolatda, ini ma'rif bo'lib oldida xabar keyin kelib qolsa bar degan gap chiqmaydi ekan. Masalan, humali desak, vaqti u ikkisi meningki dedik, mening bar degan gap emas. Ikkili jumlada shu asosda shu nuqtaga diqqat qiling. Agar xabar oldida kelib qolsa bar deb tarjima qilgan bilan xabar keyin kelib qolsa bar deb tarjima qilmaydi ekanmiz. Ko'nikmalar. التمرين الأول برنج كنكمة أجيب عن الأسئلة الآتية مستعملا المثنى عندك سؤال لغة إشلتب جواب برن مثلا برنج سؤال كم قلما عندك سيدا قنش قلم بار أمد مش هذا من دا بار ديشتن چوقم نمبلن باشلاش كراك أور خبرني ألدكم زينا عندي دبقان تكين إشلتب تغو قلمنا إشكالك ألف نون قشق أساستا قلمان عندي قلمان كم كتابا عندك عندي كتابان مش أساستا قاغالرغا جواب بسانلا بولdu. İkincisi o'qu va yezing. Yani tuandagi jumlalarni o'qish orqali tuandagi jumlalardagi yuqorida biz so'zlagan xabar oldida kelsa, egisi keyinda nekirlab kelsa, buni qanday tarjima qilganlik, undan keyin kamninki masalasi, undan keyin ikkilik masalalarini mulohaza qilsanglar bo'ladi. Masalan, birinchisi Xolidun lahu ibnan va bintan. Xolidning ikki qizi, ikki o'g'li va ikki qizi bor. Ana bu jumlani tahlil qilib bersam, Xolidun ega, lahu ibnani va bintani hammasi qo'shilib xabar jumla. Endi bu xabar o'g'limi butun bir jumla o'g'achqa buning ichiga yana kirib tahlil qilamiz. Lahu ma Xolidunni tashlatib turib, lahu ibnan va ibnatan bu ayrim bir mubtada xabarlik jumla emasmi? Mubtada xabarlik jumla qo'shilib Xolidga xabar olgan. Endi Xolidni mubtada lahu ibnan va ibnatan hammani qo'shilib xabar davotib bo'ldi. Endi undan keyin lahu ibnan va ibnatanning ichiga kirib turib, ibnan bilan ibnatan mubtada, lahu nimasi xabar. Mubtada va xabar ikkisi qo'shilib Xolidning nimasi bo'ladi? Xabar bo'ladi. Qolgan jumlalarni shunday kelib qolsa, mush bo'yicha tushunsak bo'ladi. Üçüncü məşq tuyandagi misollarni o'qing, undan keyin bosh o'ringa kamga tamyiz qo'ying va uning oxirini qoidaga soling degani biz bayatdan tamyizning oxiri zavra qil degan emas, mana shu bo'yicha qilsanglar bo'ldi. Masalan, misollar kam o'qtallak, kam qalamanlik, kam sayratan fil jamia. Mush asosida baqaylik, kam indak degan oldiga nima so'saq bo'laverdi. Masalan, kam kitabana indak, kam akhana indak, kam sariran indak, kam qalaman indak degan shaklda qo'ysak bo'laverdi. Ammo chuqum kamdan keyin kelgan so'z birlik, oxirisi zavra bo'lib kelish kerak. To'rtinchi mashq havil al-mubtada'a fi kulli min al-jumal al-atiya ila musanna. Tuyandagi jumlalarning ichidagi har biridagi mubtadani igini ikkilikka aylantiring. Masalan, haza kitob deganni bizga hadani aylantirgandan keyin kitob mas qadamda kitobani aylanib ketdi o'zligidan. Mushu buncha qilsa bo'ladi. Masalan, haza qalam desa haza qalamani degandek. 5-chi mashq iqro al-kalimat al-atiya waktubha ma'a dabt awakhiriha. Tuyandagi so'zlarni o'qib, uni oxirini qoidaga solish bilan yezing dedi. Masalan, oxirisi qanday o'qilan bir gapni degsiz qopdimi? Ikkilikka aylantirilgan ismlarning oxiriga alif bilan nun qo'shildi emasmi? O'sha alif bilan nundagi nun har qanday sharoit ahvol ostida zil o'qilib kiradi. Masalan, kalbani, maktabani, qamisani, akhwani, mindilani, mastaratani, ukhtani, imraatani degandek. Hammasining oxirisiga nun zil o'qiladi. Mush nuqtaga diqqat qilaylik.
oltinchi sonlik so'zlarni ikkilikka aylantiring. Ana bayatdagi oxirgi alif bilan nun qo'shsaq ham bo'ladi. Masalan, sayyaratani, tabibatani, waladani, lughatani, sadiqani degan shaklda. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.